Assalomu alaykum hammaga. Mustafayev Davron o'rtog'imiz bir mashina zakaz qiluvdi. Qaysi biridan olib borayin desam, nega mana shu mashinani zakaz qiluvdi. Oxiri topdik bu mashinani. Mashinamizni obzorini aytsak, 100 nomer bo'ladi bu. Bunga pravo shart emas. Sizda projektorlari va bokovoylarda ham svitlari bor. Oynasi bo'lmaydi, oldida loboy bo'ladi. Avtomat korobka. Mana shu tarzdagi mashina. Kulishtir o'rtada bo'ladi. Juda mexki mashina. Yo'l tanlamas. Ikki kishilik bo'ladi. Oldida telefon qo'yadigan joylari bor mana. Karnaylari bor. Bu yerda ham karnaylari bor, 4 ta. Davron uchun bu maxsus ishlab chiqarilgan mashina bo'lib, ana shu mashinamiz. Mustafayev Davron uchun kelgan. Keyin buning yana bitta farasi bor. Bu yoqmasa agar yana bitta mashinamiz bor. Bunisi bor. Bunisi ham 5 nomerda yuradi, pravo shart emas, avtomat korobka, obzorini aytsak. Bakovoylarda ichi qizil, qora, oldi telefon qo'yg'ichlari yo'q lekin. Bu ham avtomat korobka, bunda loboy bo'lmaydi bunda. Kaskada haydaladi bu. Bunda pardachalari bor. Loboy ham kichkina bo'ladi mana. Bu ham Mustafayev Davron uchun maxsus ishlab chiqarilgan bo'lib, yosh bloger bo'lamiz. Bunday vaqtda gulishtirlari bor. Gulishtir qizigan payt sal yeribdi, ahmad qilmaysizlar endi. Kameralari bor, 360 gradus. Mana mashina bor. Bu mashina qo'shnisi Juma aka uchun ekan. Uzr. Nargisi Mustafayev Davron uchun. Bu mashina Davronning qo'shnisi Juma aka uchun. 1200 ta qo'yib bor-ku. Shu uchun. Mordani qarab, mordani aşağı Endi bular endi legenda mashinalar.